Qonbo'ydamiz akalar mana. Abdurahmon Fozilov bilan kelishgan ekan. Mana bu Marojinskiy sexda mana ular o'sha xabarlaring bor. Amerikaga ketishyapti. Bu joyda o'sha Abdurahmon akaning mahallasi, ya'ni o'sha to'xtashibdi. O'zining o'g'lini o'sha marojna sexi bor. Mana shu joyga to'xtashgan. Bir ko'rishib, so'rashib qo'ydik. Nonvoyda apparatimi? Bir gapirib qo'yasiz, biz ham chiqamiz. Hozir zamon kuchayib ketyapti. Akamiz non yasaydigan apparat qilyapti ekan. 5-6 yildan keyin o'sha nonni qiladigan xotinni ham qilib beradi. Hozircha non apparatini olib turinglar. Xudo xolasa aka telefonlaringizni qoldirib hammaga ayting, xo'pmi? Xudo xolasa inshaalloh ishlaringiz rivoj. Instagram knopkamiz ham bor. Knopkani bossa nonni pishirib chiqarib beradim, bo'ldimi? Gap bo'lish mumkin emas. O'sha 1-2 yildan keyin uni izlamaysiz o'shadi. Temir xotin real hayotga aylanadi. Sog' bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat aka. Ana kelinglar, davay.